Kecha kechqurun jang qilganimizga qaramay, jang qachon deb lichka to'lib yotibdi. Keyingi kaltakni yeydigani mana bu Big Zufar bo'ladi. Nega? Tinimsiz Marselga ham misol o'zbek auditoriya qiziq, u ham atvet qilaveradi. Voy, biz 20 tadan oshiq jang o'tkazib, nafaqat men, uncha pro boyslar o'ylanadi, chunki bazasi bor. Senga tanigan sportsmen Marsel 30 tadan oshiq победный seriya mag'lubiyatga uchramagan. Bu esa biror marta lyubitelskida chiqmay, o'shaman deydi. Maksimum hayoting davomida erisha oladigan narsa mana shu qizlar bilan kontent qilish. Boshqa narsa qilganingni shu paytgacha ko'rmadim ham. Bundan keyin ham ko'rmay qo'ya qolaylik. Iltimos. Ana shu urushdan oldin Odilxonga atvet qaytarishdan oldin urusha olamanmi, jang qila olamanmi degan мнение bilan javob qaytaring. Kerak emas chiqib olish. Sog' bo'linglar.